Keling onajon. Marhamat. Keling ona. To'rga o'ting. Keling, to'rga o'ting. Farzandlaringiz sizni yaxshi ko'radi. Onajon, sizni tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Musofir yurtda farzandingiz bor ekan. Biz o'zi bitta o'g'il, bitta qizimiz dedi. Onam juda ham yaxshi ko'ramiz. Biz uchun jonini bergan, umrini bergan. Hech ham xasta bo'lmasinlar. Dadajonim bilan qayta katta hajlarga borishlik nasib qilsin. Biz katta hajlarga ham yuboradigan farzandlar bo'laylik. Ota-onam duosini olaylik dedilar. Sizni juda ham yaxshi ko'radi. Nevaralaringiz, Firdavs o'g'lingiz, Maftuna opam, nabiralaringiz Zaynura, Shahina, Samiya, Mustafobeklar hammalari sizni yaxshi ko'radi. Umrlari uzoq bo'lsin dedi. O'g'lingiz aytdiki, Firdavs akam, onam eng yaqin insonim dedi. Sirdoshim, maslahatdoshim, har doim meni eshitadigan, menga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan onam bo'ladi dedilar. Aka, onam juda ham yaxshi ko'raman. Sog'indim. Musofir yurtdaman. Sog'inib ketdim onamni dedilar. Xudo xolasa, oz qoldi. Qo'ynlarim pullarga to'lib, anni olib umraga boraman. Shu kunlarni Allohim nasib etsin dedilar. O'zini avaylasin, asrasin, hech narsani o'ylamasin. Hech narsani o'ylamasligi uchun men musofir yurtda ishlab yuribman. Tanijonim sog', kuchliman. Onajonim yaxshi ko'raman dedilar. Onajon, hech qachon yig'laman. Sizga atab bir she'r tashab berdi. Shu she'rni o'qib bersam. Duodasiz doim erta kech, g'ubori yo'q gulimsiz ona. Qiyosingiz topilmaydi hech, eng chiroyli gulimsiz ona. Atir gulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqqa havolarim yo'q. Mehringizday davolarim yo'q, eng chiroyli gulimsiz ona. E'zozligim, jannatim, iforim, siz bor, yo'qqa tushmaydi zorim. Boyligimsiz, beg'uborim, eng chiroyli gulimsiz ona. Yuzingizda ziyolar jamdir. Sal ko'rmasam ko'zlarim namdir. Sizga 1000 yil xizmatim kamdir. Eng chiroyli gulimsiz ona deb sizni tabrikladilar. Gullar bugun tushundim shuni. Hayotda ko'p bo'lar ekan tashvishim. Bu gullar sizga. Ko'p ham olsangiz bo'ladi. Mening bahorim, gulu rayhonim ona. Dunyoda borim, jannat iforim ona. Ey mehribonim, mening bahorim ona. Farishtamoz, dardga darmonim ona. Mening bahorim, gulu rayhonim ona. Dunyoda borim, jannat iforim ona. Shamni olsangiz. Ey mehribonim, mening bahorim ona. Farishtamoz, Tabriklaymiz. mehri daryoyim soyim, go'zal gulim onajonim chiroyga boyim. Og'risa bo'lar boshimda, meni o'ylab qayg'urib yashaydi doim. Dunyoda Akam kelmaydi. Xolos.
Tabriklar bo'lganlaringizdan keyin o'yindan oldin bitta rasmga tushamiz. Hamma dugonalar, atilli, qarindoshlar, hamma atilli rasmga tushadi. I nevaralar. So'z, tabrik so'z bormi biron kimda? Onajon, anglatmangizga tabrik so'zlarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammalaringiz sog'-omon bo'linglar. Alisherjon bilan Valida kelib qo'shaqamizlar. Pederjonim umr uzoq, rizq ko'p bo'lsin. Ishlariga omad, baxt saodat tilasin. Bolalar chaqal bu umr uzoq bo'lsin. Hamisha o'ynab kulib, ko'p yillar ana shunday tug'ilgan kunlar nishonlab, og'aynilar bilan, qarindoshlar bilan, nevara-chevarlar bilan hamisha nishonlab yuraylik hammamiz. Baxt saodat tilayman ishlariga, sog' bo'lsin. Rahmat onajon. Endi fotosessiya qilsak, ruxsat bersalaringiz. Maylimi? Birinchi nevaralari, qizlari bitta kelsa yoki shu dugonalarmi, qarindoshlar? Shu bitta, qaynopalar bo'ldi. O'yinga nima deb bersang? O'yin qo'shiqdan. Voy biza. Kaymakım dedim seni, Allah'ım dedim seni. Hamma jamoalaringizga, kollektivlaringizga, ishlaringizga omad. Iloyim mana shuni hamma xonadonlariga kelib, hammani xursand qilib, ishlaringizga barakatini bersin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Sizlar bizga mana shunchalik xursand qilsizlar, sizlarni Alloh xursand qilsin. Rahmat kelganlaringiz uchun. Rahmat. Sizni ham tug'ilgan kuningiz bilan Elara Dekor jamoasi tabriklaydi. Xo'p, hammaga rahmat.